Passiv nima? Passiv gapdagi harakat, action yoki holatga e'tibor qaratadi. Amalga oshiruvchi agent esa muhim emas yoki aniq ko'rsatilmaydi. Ingliz tilida passiv odatda to be plus past participle, ya'ni fe'lning uchinchi shakli yordamida hosil qilinadi. Active. They built the bridge in 1999. Passive. The bridge was built in 1999. Bu yerda who built it, kim qurgani muhim emas, e'tibor ko'prikka qaratilgan. Nega passiv ishlatiladi? Amal bajaruvchi noma'lum yoki ahamiyatsiz bo'lsa. The window was broken. Amalni qilgan shaxsni atalmagan holda umumiy ma'lumot berish. This novel was written in 1950. Rasmiy uslubda yoki ilmiy matnlarda obyektivlik. The experiment was conducted over 3 weeks. Yo'riqnomalarda va retseptlarda. The dough is kneaded for 10 minutes. Tasvirlashda diqqatni natijaga qaratishda. Mistakes were made. Zamonlar bo'yicha passiv formulalari.